Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga Xitoydan keltirilgan vakuumlik marinator, ya'ni go'shtlarni vakuum holatida marinovka qilib beradigan uskuna. Go'sht sohasida ishlaydigan, misol shashlikchilarimiz, fast food, shunga o'xshagan kolbasa sexlar, tovuq sohasida ishlaydigan oshxona, to'yxonalar uchun juda ham kerak bo'ladigan uskuna. Bu uskunada nimalar bo'ladi? Birinchi, mahsulotingizni solasiz va ziravorlaringizni tashlaysiz. Kerak bo'lgan suyuqliklaringizni hammasini tashlaganingizdan keyin vakuum qilinadi. Vakuumni ishga tushiriladi mana bu yerda. Ichidagi havoni tortib bo'lganidan keyin yopasiz va mana bu shlankani olasiz. Keyin aylantirish jarayoni bosiladi. Mahsulotingizni aylantirib beradi. Bunda qanday holatlar bo'ladi? Go'shingiz yumshoq chiqadi, tashqi ta'mni ichigacha singdirib beradi va yengil va qolaversa vaqtingizni tejaydi. Bunda qilingan ziravorlaringiz ich-ichigacha singib, juda ham muloyim, chiroyli holatda chiqadi. Endi nafaqat go'shtlarga, bunda nima deydi, sabzavotlarni ham qilishingiz mumkin. Tuzlamalar uchun. Tuzi faqat tashqarida bo'lmaydi, juda ham tez qilib beradi. 10-15 minutda tashqi ta'mni ichiga singdirib beradi. O'sha bodringmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Vakuum qilib olgandan keyin mana o'zi juda qattiq yopilgan bo'ladi. Shuni ochib, mana bu tog'oraga to'kilsa, qolgan suyuqliklar pastga, go'shtlaringiz mana bu yerda qoladi. 220 da ishlaydi. Vakuumligi $950. Vakuumsizi ham bor. Bu $850. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.